yoshartiradigan, soppa-sog' qo'yadigan sehrli damlama desam, xayolingizga erta keladi. Aslida-chi o'sha yalmog'iz kampir borku, kimnidir damlama ichirib yoshartirib qo'yishi yoki o'zi ichib olib yoppa-yosh bo'lib qolishi. Bu-chi asossiz emas. Mana bunaqa qaraylik, tayyorlanadi. Tarkibida nima bor? Yo eslab qolinglar, yo yozib olinglar. Bismillah, imbir, koritsa, ko'k choy, shafran, kalendula, chabres, lipestki rozi, apelsin, krasniy boyarishnik, limon va olcha saqlovchi tayyorlanadi. Mana shunaqa tayyorlamani olasiz. Mana bunaqa termos kerak bo'ladi. Mana shu bitta termosga bitta choy qoshiqni shuni solasiz. Shu termosni to'ldirib qaynagan suv solasiz. Qaynagan suv solasizda og'zini yopib bir kunga olib qo'yasiz va ertasi kuni ertalabdan boshlab yarimta 3 ga bo'lib ichasiz. Ertalab, obedda va kechqurun ichsanglar, sizlar bilgan bilmagan dardinglardan qutulib, yosharasizlar va yurgan ekanman deb shuncha kasal bo'lib, shuncha dori ichib degan bir fikrga kelasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar doktor Kamilov, rahmat.